Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aminova Dinara bilan bog'landikmi? Ha, bog'landim. Salomatmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat kattakon. Joni sog' bo'lsin. Ayni daqiqalarda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yuritib borilayotgan yurakdan yurakkacha tabrik loyihasidan suhbat olib bormoqdamiz. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bilmadim. Joni sog' bo'lsin. Bugungi chiroyli sanada dunyoga kelgan ekansiz. Nurafshon, fayzli kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' va salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, tanajoningizni sog' va omon, qalbingizni esa xotirjam va mustahkam qilsin deb qolaman. Bugungi shodiyona kuningiz, Nurafshon fayzli ayyomingiz munosabati bilan sizni samimiy tabriklab, xursand qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomidan bizning loyihamizga sizga atalgan qalb so'zlari, samimiy tilaklar yozilgan tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Ushbu kutilmagan tabriknomani kimdan kutgan bo'lardingiz? Onamdan. Mashallah. Joni sog' bo'lsin. Har doim mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'ling. Mana shunday samimiy tabriknomalarni sizga cheksiz mehr va muhabbati borligini qayta ta'kidlagan holda yerdagi jannatu davlatingiz, o'g'ingiz bo'lmish go'zal onajoningiz Zulfiya opa va mehribon otajoningiz Sherali aka yo'laganlar hamda ularning go'zal tilaklariga go'zal singillaringiz Xosiyat va Sarvara va mehribon ukajoningiz Boborbek tilakdosh bo'lib qolishgan. Rahmat kattakon. Ular vaqtingizni to'g'ri. Minnatdorman qimmatli vaqtingizni. Ular uchun aymasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar o'qib eshitirsam. Bor bo'ling. Hadya bo'lib kelding bizga yaratgandan, ming yil izlab yer yuzidan topa olmasdim. Duolarim sabab kelding deya olmayman, meni bunchalik go'zal duo qila olmasdim. Assalomu alaykum bizning suyanchimiz, ko'zimiz quvonchi mehribon go'zal qizim. Bugungi tavallud ayyomlaring va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali, shodiyonali kunlaring bilan chin qalbimizdan tabriklab qutlab qolamiz. Mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' salomat bo'lgin. Allohim umringni uzoq, tanajoningni sog' va omon, qalbingni esa xotirjam va mustahkam qilsin. Qaddi baland, qaddidan-da qadri baland, chehrasida kulgu, tabassum, har kunda ma'no va mazmun topolgan mehribon jigarbandimsan. Suyanchim, Robbim umringni ziyoda qilsin. Barchamiz jam bo'lib, qo'llarimizni mahkam ushlab, Allohning uyi bo'lmish Baytullohni qayta va qayta tavof qilishni mehribon Robbim nasib ro'z aylasin. Bu kun biz uchun o'zgacha kun, xursandchilik shodiyonasi, Allohimning go'zal ne'mati bo'lib sen dunyoga kelgan kun. Bizga ilk bor ota-ona bo'lishdek yuqori, hayajonli martabani nasib etgan kun. Alhamdulillah, sen dunyoga kelganingdagi xursandchiligimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. U o'zgacha eng go'zal tuyg'u. Shukrki, biz o'ylagandan-da aqlli, biz o'ylagandan-da mehribon, soliha farzand bo'lib yetishding. Sen bilan faxrlanamiz. Ilohim, qutlug' qadaming bardavom bo'lsin. Baxtdan porlab, ko'zimiz va dilimizni shod etib yurgin. Jonim qizim, seni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Sendek farzandni nasib etgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Seni borsan taqdirim, hayotim go'zal. Seni borsan yuragim, hayolim go'zal. Sen borsan bu dunyo men uchun go'zal. Tug'ilgan kuning muborak qizim. Sen borsan qaddim tik, suyanchig'im bor. Bilmam qancha inson tirnoqlarga zor. Ikki dunyoyingda kam bo'lma zinhor. Tavallud ayyoming muborak qizim. Seni asrab tursin yaratgan egam. Yaxshiga yondosh bo'l, sog' bo'lgin har dam. Seni jondan suyar otang-yu onang. Tavallud ayyoming muborak qizim deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklari-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat kattakon, mana yaxshi ko'raman.
Sog'lik. O'ztegmoy seni mehr oqibatlaringiz abadiy bo'lsin. 100 yoshlarga kiring, 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin. Unutding. Rahmat kattakon. Joni sog' bo'lsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling go'zal singlim. Xo'p, rahmat kattakon. Joni sog' bo'lsin, sog' bo'ling. Xo'p. Bolam kelsang qay mahal, ko'zim yo'lingga maqtal, qoshimga kelib har gal, ona men keldim degin. Kechiksang tundan so'rab, holingni kundan so'rab, turarman yo'ling poylab, ona men keldim degin. Gado qildi bu hijron, yo'limni to'sar davon, yengmasin desang armon, ona men keldim degin. Ko'rmagin hech yomon kun, baxtingni ko'ray butun, yuragimga bo'l ustun, ona men keldim degin. Bolam kelsang qay mahal, ko'zim yo'lingga maqtal, qoshimga kelib har gal, ona men